Sizga bir rivoyat aytib bermoqchiman. Yaratgan sizga baraka, omad, baxtni boshqa bir insonlar orqali berishiga ishonasizmi? Rostini aytaman, men ham oldin unchalik ishonmasdim. Toki mana shu hikoyani eshitmagunimgacha. Bir inson dengizning o'rtasigacha suzib borib, charchaganidan cho'kishni boshlabdi. Ey Xudo, iltimos, meni qutqar deb tinmay yolvoribdi. Tinimsiz duolardan keyin yoniga katta bir kema kelibdi. Cho'kayotgan odamga qutqarishni taklif etishsa, haligi odam yo'q, rahmat, ketaveringlar. Men Xudodan yordam kutyapman. Bandasidan emas debdi. Kema qaytib ketibdi. Boyagi odam yana Xudoga duo qilishni boshlabdi. Birozdan so'ng yana bir kema kelibdi. Haligi odam yana yo'q, ketaveringlar. Xudo qutqaradi meni deb oxiri cho'kibdi. Narigi dunyoda ruhi Xudo bilan ko'rishgach, meni nega qutqarmading? Nega meni eshitmading? Xudo dermish. Xudo esa senga 2 marta imkoniyat berdim. Seni o'sha cho'kayotgan holatingdan qutqarib, quruqlikka, o'zing istagan joyga olib borish uchun odamlarni yubordim. Sen esa ularni rad etding va cho'kish qarorini o'zingga o'zing berding debdi. Hayotda ham shunday. Bizni hozirgi holatimizdan yangi bosqichga olib chiqish uchun yaratgan bizga ko'p yaxshi insonlarni duch qiladi. Biz esa ba'zan ularni ilg'amaymiz. Ba'zan esa o'zimiz ular bilan yangi manzilga ketishni istamaymiz. Lekin bir haqiqat bor. Hayotimizga omad, baraka, baxt ham boshqa insonlar orqali Allohdan keladi. Agar sizga yordam qo'lini cho'zadigan, o'zi ham rivojlanishdan to'xtamaydigan insonlar orasida bo'lsangiz, siz ham o'sasiz va hayotingiz ham tabiiyki yaxshilanib boraveradi.